Saharlik va iftorlik dasturxonini qo'qon holvasiz tasavvur eta olmaydiganlar, videoni oxirigacha ko'ring. Bugun sizlarga uy sharoitida qo'qon holvasi tayyorlashni ko'rsataman. Ishimizni shakarli qiyom tayyorlashdan boshlaymiz. Idishga suv va shakar solib, bir chimdim limon kislotasi yoki bir choy qoshiq limon bilan gaz ustida yetiltirib olamiz. Qiyom tayyor bo'lganini mana shu usulda aniqlab olamiz. Tayyor qiyom ustiga sariyog'ni solib, eriguncha yaxshilab aralashtiramiz. Sariyog'ingiz qanchalik sifatli bo'lsa, holvangiz shunchalik mazali bo'ladi. Sariyog'imiz erigach, quritilgan sut hamda varenikni solib, bir xil massa bo'lguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Massa mana shu daqiqadan boshlab quyilib qochishni boshlaydi. O'zimizga qulay bo'lgan idishga pergament qog'oz solib, ustidan massani solib tekislab olamiz va ustini xohlagan turdagi yong'oq bilan bezatib olishimiz mumkin. Tayyor holvani 3-4 soatga salqin joyda qoldiramiz va kesib dasturxonga tortamiz. Buni albatta tayyorlab ko'ring. Yeganingiz taningizga darmon, ibodatlaringizga quvvat bo'lsin.